yashash bilan qotib qol. Endi bizlar endi kiyimni olamiz. Yog'tirib qo'ydik. Endi kiyamiz. Kiydik, yana olamiz. Kiyimlari qayerda? Mana endi aslahalarni kiyib olamiz. Buni bosh kiyim. Ana ketdik. endi Buni sayohat qilib ko'ramiz. buni ko'ramiz. Ko'raylik qani bir. Endi bizlar mashina ko'rib olaylik. Bu nima qilingan ekan? Ko'raylik qani. What the fuck? Bu nima ekan? Bizlar nima? Bu qo'shilgan 5 plus nima? To'g'risi do'stlar, biz qilmaganmiz. Wow. Bizlar endi bu yerdan qaytib chiqamiz. Savolda. Ha, bo'ldi, tushundim. Taxminan mana bu yerlarda ham qandaydir qush. Hayla, what the fuck, bugungi anavimiz o'ylab topdiki, yana anardagi sandiqqa yetib borish va yana boshqa sandiqqa kirish. Uning uchun bizlar ham yaxshilab haliyam kirkani olib, belkurak olishimiz kerak. Belkurakni mana qo'yamiz va belkurak va biz yer kovlayapmiz. Ha, aytgancha do'stlar, topordan hop olib yerdan ko'ra nima desam bo'ladi, daraxt chopsak ham ko'p beradi. Daraxt chopamiz, birinchi ovlaylik qani. Va versakdan maydalasangiz bitta daraxtdan 4 ta chiqadi. Shuning uchun qulay. Bizlarga oson bo'ladi qaytam. Lavani o'rniga qo'yamiz va aparta olamiz va taxtani chopishni boshlaymiz. Tayimizda bir narsa bormi nima? Qo'shilgan 5. Nima degan ma'noni anglatadi ekan do'stlar? Agar bilsangiz kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Bizlar endi daraxtni chopib olsak bo'ldi. Mana shu ikkita yetadi. Ya'ni 3 ta. Endi versak qayerda topamiz? Versak. Versak yasamasak bo'lmay ekan. O'yinning versak ham o'zgacha. Har narsaning o'zgacha. Yo'q. Versakni olamiz. Mana kitob. Uniga va yerga qo'yamiz. Va uni ichiga kiramiz. Undan keyin esa nima yasamoqchi bo'luvdik? Taxtadan biz ham har xil narsalarni ham tayyorlab ko'ramiz bu Minecraftda. Bu Minecraftning nomi one block craft degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bir blok craft. Bir blokda Minecraft. Da yashab qolish desak ham mubolag'a bo'lmaymiz. Kanalimga obuna Sardoshar kanaliga obuna, like tugmachasini bosib qo'yamiz. Yomg'ir yog'ib qoldi. Yo'q, biz davom etamiz.
bemor bizga to'sqinlik qila olmaydi. Mana shunday qilib ko'rib kelsak bo'larmikan? Voy, tomonimizda Va nima portladi? lit. Va skeletni, zombilarni o'ldirmoqchi. Bizlar tez ketmasak, hozir skelet bizni urib tushiradi. Shunchalik tez yuryapmizki, Juda tezning sekini. nimadir gumburlayapti. Nima deb ko'rsak, balkim Qo'rqinchli mahluqlar Minecraft hero bilan kelgandir. Do'stlar, taxtadan qurishni boshlaymiz. Lekin hero bilan bo'lmagan narsa. Men bunga ishonmayman. nimagadir Telefonda Minecraft qotishi balki portlaganidan qochayotgandir. O'ylab ko'rdik bizlar buni ichida agar hech biza qarab ko'rib nima bir kerakli narsa bo'lishidan ehtimol qilamiz. Va do'stlar, unday zo'r narsa chiqdi. O'ylab ham ko'ra olmaysiz. Endi qaysiga boramiz va qaytamizmi? Va biz bu yerga boramiz. Taxminan mana shu yoqlarga yoki Yo'q, qaytamiz. bizlar qilinchni olib Ehtiyotlik uchun o'tiramiz. bizlar ketamiz va nima What the fuck? Bizlar unday emas ekan. Bizlar shu yerda bo'lib qolsak nima bo'lardi? O'ylab ko'rish Homie Ernst. inson. What the fuck? Sizning oroldagi uyingiz degan ma'noni anglatadi. What the fuck? Qayerda ko'rgansiz? Bella. Nima edi? 3 ta creeper turibdi, creeper. Bizlar uni qanday nima qilamiz? Do'stlar, qochamiz, creeper portlaydi. Mana, shunday qilish kerak. Oldiga boramiz va qaytamiz. Urushga yaxshiroq joyda turamiz. Va lekin bizda urushga yo'q. Urushimizga, portlatishimizga yo'l qo'ymaydi. Qani edi ertachiroq, tong otganda edi. hamma narsa yonib kul bo'lib ketar edi. Creeperdan tashqari. Va Do'stlar, biz o'ldik. Qani do'stlar, biz endi o'ldik. yana qaytadan yiqildik. Biz Qaytadan tug'ildik. Bu sandiqda hech narsa yo'q. yana bir marta urinib ko'ramiz. Bu oxirgisi. Agar o'lsak bo'ldi, tugadi. Va Tong otguncha do'stlar, biz hamma narsamizga tayyor bo'lamiz. Hech bo'lmasa do'stlar, biz insoflimiz. Skeletini qoldiramiz. qachon ertalab bo'layotgan. Yana bir marta momo qoldiroq yoqdi. Sandiqda aytmoqchi bizlar bir narsalarni qoldirib ketuvdik. What the fuck? Juda kerakli narsa. Daraxtdan olamiz, daraxtni o'stirib. Bu yerda qachon chiqib keta olamiz? Bu yana bir marta o'lib qolishimiz kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun chiqamikan deb qarayapman va
do'stlar, haliyam kech. Do'stlar, qani jim bo'p mana shuni eshitinglar qani. Eshiting, jim bo'p gapirmang. Nima bo'lganini bilasiz. Nima? What the fuck? Creeper portlabdi mana. Do'stlar, endi ikkinchi sandiqqa qilamiz va bizning o'yinimiz tugaydi. Iltimos mana shundan tush. Iltimos sendan iltimos. Message. Do'stlar, yana bir nimadir tug'ilganday bo'ldi. Har chaqmoq urganda balkim hayvonlar tug'ilardir deb bizlar tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Uning uchun ularni tez-tezga olaveramiz. Yermi, blokmi, umuman farqi yo'q. Blok bo'lsa bo'ldi, bizlar tez. Nimaga bizlar ketsak? Balkim bizlar ketsak bular tug'ilar. Nima? Bu yerda masjid aytmoqchi. Bu yerda ekan. Bir tugadi-ku. Bizlar qaytib kelmoqchi bo'ladi ekan shunda. Endi so'ramiz bu uzoq qo'shyapti. Bu sandiqqa boramiz va shu bilan afsuski o'yin tugadi. Balkim Agar mana shunga 20 ta obunachi va 50 ta like qilsangiz, ikkinchi qism. Bu davli nima ekan? Biz sindirib ko'ramiz. Bir narsa tushardir bizga omadli narsa. Hech narsa. Nima? WE? Yo. Nima ayli? Nima edi bu? Tukatiramiz va ketamiz. Do'stlar, keyinroq biz mana shu sandiqqa tushamiz. Chunki bu yerga bormadik. Masalan, har xil narsalar yasaymiz. mana bunga. Enderman. Nimaga bizlar? Hozir bizlar har xil porshindan har xil narsalar bu chiqaramiz. Ha, bu katta video bo'lmaydi, lekin katta bo'lmasa ham shorts bo'ladi.